Ovqat boshladim. Kartoshkalarga suvga solib qo'ydim, sho'r suvga. Mana tomatli suv solaman ichiga. Ovqat. Tomatli suv solib dimlab qo'yaman. Kartoshka tovuqlarni qovurib oxirida shuni solib dimlab qo'yaman. 1 soatga. Zo'r bo'ladi. Agar sho'r bo'lib ketsa, dadangga aytaman, Nurbek sho'r qilgan deyman. Men qilmadim deyman. Bo'ladimi? Men qilmadim deyman. Kim chizgan buni? Nurbek chizgan. Nurbek chizgan. Nereden? Şu. Evet. Suda ko'proq ichish kerak oğlum. Suvda tez ichish kerak odamlar. Chunki 70% suvdan yaralganmiz. Suv tashkil qiladi tanamizda. Ko'p suv kerak. Sog' bo'l. Aksilmadi ko'rdi. Naqara qizartirib olasan kartoshkalarni. Ben yatanıp gördüm. Yapmalarcı. Güzelcim. Görüşürler. O sende yatanıp gördüm. Ha, değil mi? Kızarıp kalasan yakında. Yakanıp sana görüşürler. Kızarıp basayım makarnamız. Güzel. Marujni yiyimiz. Kes. Bu çok güzel mi? Yok. Bo'lmaysan. Bo'lmaysa? Yo'q. Marujni yesang jinam urmaydi, hech bola qilmaydi. Marujni yesang maza qilasan. Kasal bo'lmaysan. Kasal bo'lmaysa? Yo'q. Agar ko'p marujni yedi kasal bo'lmaydi, chunki sen ham ayaga o'xshagansan. Mana bunga soling. Kartoshkalarni so'layapman, qizartirib so'layapman. Mana güzel. Yo'q, kuyib qolasan bola. Ovqatimiz pishdi. Mana o'zimga suzdim buni. Qornim to'q edi. Zo'r anaqa qilib oldim. Sab. Xil bo'lib ketganda, rosa xil bo'lib ketibdi. Mazali pishgan. Nurbekdik. Ha, Nurbek? Boshqatdan ayt. Endi bosdim zapisda. Oyoqchi ketmosi seni yegebilmochi. Oldim. Bajmi. O'zingni ko'rib o'zing yig'layapsanmi? Sabr. Telefon bilan o'ynamayman. Yo'q, telefon bilan qolmaysan. Ona. O'ynamayman. Shikalatim mana bo'g'irsoq marojniy. Yiqildi. Doladim sovg'ani. Nima sovg'a kerak senga? Senga nima sovg'a kerak? Şişeci. Hech narsa kerak emas. Mana kerak. Menga Bolam, senga nima kerak sovg'a, nima podarka qilay desa, o'yinchoqlar magaziniga borsak, o'sha yerda tanlayman dedi bolam.
O'yinchoqlar magaziniga olib borasiz, o'sha yerda tanlayman, xohlaganimni olib berasiz deyish kerak. To'g'rimi? Hozir bilmaysan-da qanaqa o'yinchoqlar borligini. Ha. Ho. Ho. Yana nima? Nima? Og'zingga solma bolam. Og'zingga. Nimani? Bilmayman, sen bilasan bolam. Şişesi. Hech narsani, hech kimni edi. Şişinde. Ha 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 ho ho ho. Ha 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 ho ho. Nega boshiga unaqa taqib qo'yapsan? Tug'ilgan kunida shunaqa narsalar kiyib oladimi boshiga? Qayerda o'rgangansan bolam buni? Bolam, senga ham zo'r sig'adi. Menga qarachi? Voy, ragim bandi. Sizlar tug'ilgan kunlaringmi? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Shamlarni o'chir. Shamlarni o'chir. Tabriklaymiz. Asalim, jonim. Bak böyle. Gel. Gel yaptı. Tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz. İyi oğlum, dori ichish kerak. Dorimiz qani oğlum? Boran yoqda qol. Tabrikladingmi? Ha, aynan hisobi. Aynan. Boshqatda yana ayt, zo'r aytding-ku. Mana uni Nurbekni o'zi qildi. Nurbekni o'zi terdi piramidani. Tanglarda ayt. Nurbek. Hop. Sig'maydi o'g'lim. Kichkina unisi, kattarog'idan tanla. Qani? Sig'ar ekan. Yaxshilab harakat qildi. Sig'adi bolam o'sha. Oyog'ingga sig'adi. Sig'olmayapti. Sizlar tug'ilgan kunlaring bilan tabriklayman bolam. Katta bo'linglar, yuzga kiringlar bolam. Молодец. Tug'ilgan kunda nimalar qiladi? Ayt. Bizga 2 obi. 2 ni beraymi? Xo'p, 2 ga kirganmisizlar hammalaring? Hammalaring 2 ga kirganmiz. Xo'p. Xayrli tong. Qalaysizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Qizlarjonlar, nima bo'la? Ana orqangga tushdi o'g'lim, mana 2 ni orqasida. Qizlarjonlar, hozir ertalab anavda bitta anav keluvdi-da. Shunga amin bo'lganman. Bolani tug'ilgan kunini qilib berish kerak ekanda. Shart ekan. Katta bo'lmasa ham oddiy tort, keyin mana 2 shar bilan
Sovg'alar bilan keyin 2ga kirding. Nechaga kirganini aytib. Ha, qani ko'rmi? Narigasini keltiruvdik. Mana qarab pastda qizil. Ha, o'sha. Qilish kerak ekanda, o'rganar ekan. Misol uchun Nurbekda tug'ilgan kunida tort qildik, tort oldik, tortga sham qo'ydik. Sovg'alar olib kelishdi, hamma 2 bunaqa sharni ishirdik, mana o'sha sharni. Happy birthday to you dedik. Hozir bu tug'ilgan kunligini biladi. Tug'ilgan kunda sovg'alar berish kerak, olish kerakligini biladi. Bir joylarga borganda uni happy birthday to you sovg'a olamiz, mana uni berasan deb bizda borib bu beryapti sovg'a. Sizga sovg'a oldik deydi. Kecha Shohista oyisiga bordi. Shohista oyisiga sovg'a olib bordi, bu podarka qildi. Oyisini xursand qildi. Oyisi ham xursand bo'lib qoldi. Keyin yana nima? Isming nima desa Nurbek deydi, biladi. Keyin kim bo'lsa ham yoshing nechida desa 2da deydi, Nurbek aytadi-da. Nurbek 2da, yoshi 2daligini biladi. Chunki biz happy birthday to you qilganmiz-ku, 2ga kirding deb happy birthday to you qilganmiz-ku. O'shaning uchun bu uj biladi 2 yoshda. Kim necha yoshdasan desa 2 yosh deydi. Esdan chiqmas ekanda. Ertaga 3ga kirganda qilsak 3 yoshman deyishni boshlaydi-da. Keyin yana nima, boshiga shapkachalar kiyish kerakligini biladi tug'ilgan kunda. Ana kuni dadasini tug'ilgan kuni edi, bugun dadang tug'ilgan kuni desam, deydilar. Dada, sizni sovg'alaringiz qani deydi bu dadasiga. Chunki tug'ilgan kunda sovg'a olish kerak-ku. Sanjar akam ham aytadi, bolam katta bo'lgan sari sovg'alar kamayib yo'qolib ketadi deydi-da, erim ham. Bu sig'maydi, bu kichkina qara. Bu katta bolam sig'ibdi bu. Bunisi kichkina sig'maydi. Ishqib keyin anavi kechagi kuni o'sha oyisiga sovg'a borganimizda sushilka bordik-da, bunday o'zimdaqa sushilka bordik. O'shani bunaqa anosi borda. O'shani ko'rib Nurbek aytadi, 2 deydi. Rostdan ham 2 da, u bunday turibdi-da, 2 da. 2 qanaqa shakldaligini biladi bu o'zi. Sharini olib ber o'g'lim. Sharini olib ber menga. Men 2ni olib ber, 2ni. 2ni olib ber bolam. 2ni olib ber. Mana 2ni olib ber. Olib ber menga. Yo'q, menga kerak emas bu. 2ni olib ber. Rahmat. Mana. Bu sharda 2 deydi-da, Nurbek. 2. 2. Ishqib shu foydali tomonlari ko'p ekanda, qilish kerak ekan bolachalarga. Sovg'a olib kelib, shart ishirib, o'sha 2, 3 ko'rsatib bilarkanda, shu ana qopib kalasida ana bo'larkan, foydali ekanda baribir. Keyin har kuni menga anaqa qiladi, sovg'a qiladi bu. Bugun sizni tug'ilgan kuningiz deydi-da, bir narsalar yasab, bu sizga sovg'a, men yasadim deydi. Olib keladi bu shunaqa qilib. Mana bola xolodilnikdan qatiq topdi. To'g'rimi? Yebdi, yeyverdim. To'kiladi-ku, to'kaver. To'kmay sochmay ye, xo'p? Oyoqlaringga tekkizma, ishqalamay ye, bolam. Ishqalab chiqdi oyoqlariga. Mumkin emas. Toza bo'lib yeyish kerak. Qizlarjonlar, voy ko'rsalaring hozir o'sha ovqat sop qo'ydimda, ko'rsalaring. Men 11 dan 15 o'tdi. 11 da ertalabki. 11 dan 15 o'tdi. Bir uxlab turdim, uxlamadi bular. Keyin davay dedim, ovqat solaman dedimda, go'shtlarni chiqarib qo'ydim. Sirazi idishlarni yuvdimda, chopper qildimda, go'shtlarni chopper qildimda, hammasini tayyorladimda. Ovqat
qildimda. Bular sabr qilib kutdi meni. Baxtbek dahshat sabr qildi. Birinchi ana stulchikda yotqizib qo'ydim Baxtbekni. Kutdi meni. Keyin yig'lashni boshladi. Endi boshqa ilojim yo'q, tez tugatay dedim. Yo borib uxlatsammikan, emizsammikan deb o'yladim. Keyin yo'q dedimda, shezlongga o'tkazdim-da, oyog'imda likillatib, to'xta sabr qil, ovqatlarni solib qo'yay, keyin sizlarga qarayman deb, bu ham oldimda rakvina oldiga chiqarib qo'ydim. Tarakan kirib olganda rakvinaga katta tarakan. Shuni ko'rib o'tirdi o'ynab. Endi sabr qildi dahshat. Baxtbek ham kutdi meni. Galupsiya qildim-da. Galupsiya keyin o'sha oxiri galupsiyalarni solyapman, sho'rvasini solib qo'ydim. Endi galupsiyalarni solyapman-da. Keyin kecha hamma ana bolgarskiy olib keltirgandim erimga. Keyin ularni muzlatib qo'ydim anchasini galupsiyaga deb, bilmayman nechta olib qoldim, 8 ta olib qoldimmi, nechtadir olib qoldim. Keyin sosam yetmay qoldi-da, bir payt qolib ketdi go'shtlar. Keyin bular qachon nima qilaman dedim-da. Keyin to'xtab turib magazinga shunday borib kelaman deyman, Nurbek aytaman, men ham boraman deydi-da. Yo'q, sen bormasan, borishing uchun ishton kiygizishim kerak. Ishtonsizda ochiq ko'ti ochiq bo'lib yuribdi. Keyin yo'q, senga ishton kiygizishim kerak, Baxtbek tashlab keta olmayman bir o'zini dedim-da, yugurib boraman dedim. Men dedi, yo'q dedim. Yugurib boraman, yugurib kelaman. Shunday uchdim borib, 5 ta bolgarskiy olib kelib, shunday yugurib keldim-da. Dahshat yugurdim. Shunday qarasam maytga chiqqan ekan Nurbek. Eshikni og'ziga chiqqan ekanda o'zi. Yig'lamabdi hali ham Baxtbek. Ikkalasi chirillab qoladimi deb o'yladim, yo'q. Men og'zingga chiqmadim. Oldimga chiqmading, ha? Yo'q, eshikni oldiga chiqdi dedim-da. Eshikni oldiga chiqding-ku. To'g'rimi? Lesnitsadan tushibsan ekan-ku, zinadan, to'g'rimi? Ha? Ayol oldiga borayotgan ekansan-ku sen. O'sha aytayapman qizlarga. O'sha aytayapman-da. Keyin shunday tezlik bilan qildim-da, sop tashladim. Keyin sal emizdim. Ana o'sha qaynadi ovqatdan galupsiyalarni sop tashladim-da. Sop tashladim, bo'ldi endi. Xudoga shukr, hozir endi idishlarim bo'lgan, lekin bu yoq galupsiyani ular qolganda o'sha yana tashish kerak. Bu yoqda yoyilgan, hamma joy yoyilib yotibdi ishqib hozir. Mana boya bu yuvgan idishlarim, bu galupsiyani idishlari-da, galupsiyani idishlari. Yoqda ovqat. Bu endi boya anodan qolgan idishlar. Mana bu tovoqchalar, qopqoqlar bular hammasi boyaga idishdan qolgan. Mana nonni Nurbek olib kelgan ochiq qolganidan. Mana tuxum sosiskani boya yemagandi, xolodilnikdan chiqarib berdim. Shuni ye desam, yo'q deydi. Ana yerda hovlidan olib kirgan kirlarim, ularni yig'ish kerak. Burningga ham kirdimi? Bolam, mana yerda salfetka bor, olib artsang bo'ladi, jonim bolam, o'g'lim. Aynan jonim, ayragim mana. Juda masali. Ey xudo. Asalimman jonim, go'zal bolam, oppog'im. Sabr qilib kutdi meni, hozir emyapti mana endi bu kichkina o'g'lim. Bunaqa hamma joyingga qattiq qilib tashlaman, cho'miltirishga sani vaqtim yo'q-ku o'g'lim. O'g'lim, Nurbek. Qara menga. Ko'zimga qara bolam. Ustingni nima qattiq qilib tashlayapsan? Qoshig'ing kir bo'lyapti-ku o'g'lim. Og'zingga solasanmi endi o'sha qoshig'ini? Hamma joyini qattiq qildim bolam. Essiz-gina juda mazali ekan deydi Nurbek. Essizni o'rgatdim keyin. Qayerda ishlatilishini. Yaxshilab o'rgatdim. Tushunding-a? Essiz-gina degan so'z qayerda ishlatish kerakligini tushundingmi? Bolam qattiqlarni hammasini yeb bo'lganmisan, qoshig'i ikkalasini olib borib rakvinaga qo'y bolam. Aya yuvadi bolam. Rakvinaga olib bor, ha. Olib bor. Rakvinaga solmasang ham mana stol usti bor, o'sha yerga qo'yib qo'y. Stol ustiga qo'yib qo'ysang, aya o'zi rakvinaga solib oladi. Ana, qoshiqni ham ichiga sol bolam. Молодец, o'shani ichiga sol. Bo'ldi. Endi aya olib yuvadi-da, o'g'lim. Cho'miltiring. Endi cho'miltiraman, ha. Hozir mana Baxtbekni metga yotqizing, xo'p?
O'zi mana uxlaydigan bo'ldi bu. Emib oldi-da. Hopmi jonim? Cho'miltiraman. Cho'miltirmasam bo'lmaydi. Ma kiyimlaringni yechamiz-da. Chup cho'milamiz. Xo'p, jon bolam. Keyin shoqasisan. Keyin o'rab qo'yaman anoga. Sochiqqa. Hop. Jon bolam. Xo'p bo'ladi jonim. Ay, yuragim meni. Kim o'rgatgan senga xo'p bo'ladi janobdi? Kim o'rgatgan? San ayt. Qara savolga savol bilan javob berma o'g'lim, javob ber menga. Kim o'rgatgan desam javob berishing kerak. Kim o'rgatgan deb qaytarma o'g'lim. Kim o'rgatgan? Bare. Shohstoyim o'rgatgandi. Shohstoyim o'rgatgandi. Shohstoyim o'rgatgan. Ha, молодец. Ba. Sanamading-ku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 10. 9 10. Qizijonlar. Kechagi bitta videoyimda anavi depressiyadagi videoga ko'pchilik yozibdi, mana tushunganlar bor. Tushungan hamma tasalli bergan, siqilmasligimni so'ragan. Rahmat hammadan minnatdorman qizijonlar. Keyin bitta kuzatuvchi yozibdi-da. Qara baxtbek bosqolasan. Qo'lchasi turibdi. Yozibdi-da. Siz nimaga o'zingizni baxshida qildingiz oilangizga? Baxshida qilmang. Nima qilibdi bolalaringiz bo'lsa o'zingizga qarang. Qachon oxirgi marta o'zingizga qimmatbaho narsa oldingiz? Erkak ovchi bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi deb kuyib pishib yozganda endi menga. Rahmat. Bu ahvolda men o'zimga qara olmayman qizijonlar. Meni tug'ganimga endi 1,5 oy bo'ldi. Katta bolam 2 yosh. 2 yosh 3 oylik. Kichkina bolam 1,5 oylik. Hali beri men o'zimga qara olmayman. Hali beri men o'zimga qayta olmayman. Men o'zimga qaytishim uchun Nurbekni bog'chaga berib, asta-sekin qaytishim mumkin. Atak hali beri menga unaqa gaplar gapirmanglar qizlarjonlar, yuragimni og'ritib. Lekin u maslahat noto'g'ri deb bilaman men. Noto'g'ri deb o'ylayman men. Chunki to'g'ri emas deb o'ylayman-da men. Unaqa to'g'ri bo'lishi uchun meni pulim juda ham ko'p. Erimning puli ko'p bo'lishi kerak. Menga pul ajratib qo'ygan bo'lishi kerak. Puldan bemalol bo'lishimiz kerak-da, uning uchun. Puldan bemalol bo'lganda odam o'ziga vaqt ajrata oladi. Chiroyli bo'lib yura oladi. Voy anavi o'lja bo'la oladi-da, ovchi erga. Men hozir o'lja emasman. Men hozir depressiyada xotinman, men qornicham borman yerda. Unaqa yangi tug'ilgan odamga unaqa gapirmanglar qizijonlar. Umuman noto'g'ri. Men yeyishimga vaqtim yo'q. Yeyishga vaqtim yo'q men. Mana turaman, choy tayyorlayman. Keyin bunisi turadi. Emazaman, qarayman, uxlataman. Rahmat o'g'lim, rahmat. Keyin ovqat qilishim kerak. Bu o'ynadi, men bilan o'ynadida. O'ynashim kerak, lekin o'ynashimga vaqtim yo'q, chunki men ovqat qilishim kerak. Ovqatim ham kech qolib ketadi. 2-3 ta tayyor bo'ladi ovqatim obedda. Bu ovqat so'raydimi? Men o'zimga qarab yura olmayman. Bolalarim och-nahor bo'lganda misol uchun. Basharang qursin. Nimalar o'rgandim deding, tushunmay qoldim.
Ayağını yapını istersen. Sıkılırsan. Nakaçırsan. Su çıkardı. Su. Yer. Su çık oydu ayağı. Sochi o'raydi. Bo'ldi. Ko'chalarga chiqishni o'rgandim. Siyishni o'rgandim. Yana nimalar o'rgandim deding? Boklisdi. O'rgandim. Yanachi? Yarası. Yana nimalar o'rganding? Nima? Hovliga chiqishni o'rgandim. Süt içiş. Oyganım. Sut ichishni o'rgandim. Ovqat yeyishni o'rgandim. Kim? Yana nimani o'rganding? Katta bo'lib? Manitama bor. Bilmayman, sen bilasan. Bok bor. Pux bormi shu yerda? Yo'q. Ha? Süt bor. Sut sal teparoqda emasmi? Oshqozonda bo'ladi sut. Manita. Oshqozoning qani? Qani. Ana, nariga qo'ling turibdi-ku, o'sha yerda oshqozoning bor. Ana, qo'ling bor kana qo'l. Bunisi turibdi-ku. Bu qo'ling turibdi-ku, o'sha yerda oshqozon bor. Manita. Bitta emas, mana yerda. Mana yerda oshqozon bor. Mana shu yerda sut bor, ovqat bor, suv bor. Manita. Çit. Okan bor. Su bor. Su bor. Naka bor. Sirop Sirop yok. bor. Ichdik-ku boya ertalab. Ichdik-ku. Manita. Manitada Kim? bok bor. Pux bor, to'g'ri. Puxni qanday yo'q qilamiz? Kendi yok. Garshok ko'tarib. Keşke oturup yok. Keyin aya nima qilar garshokni? Matilada. Keyin matilada. Garshokni to'kadi, Tukada. Keyin yuvadi garshokni. dadasi. Dada cho'miltiradi, ha? Dushga olib kirib. Aynan, hammasini biladi. Tutini yuvadi. Ha. Bu garshokdan keyin ko'tini yuvamiz-da, biz o'shani aytibdi. Dadasi yuvadi-da, o'shani aytibdi. Şodi. Şodiye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10. Şodiye. Shodiya. Şodiye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şodiye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunday qilsani yur, qara. Shodiya, Muhammad Yusuf, Bilol, Bahor xola. Şodiye. Bahar Hola. Mustafa Yusuf. Kim? Bilol Balor. keladi. Keladi birpasdan keyin. Birpasdan keyin emas, yakshanba kuni. Yakshanba. Keyin nima qilamiz? Keyin bakamiz. Sen ayt. Keyin ovqat pishiramiz. Ha, men pishirib qo'ygan bo'laman ovqatni. Keyin Şodiye'yi yeydimi? Shodiya, Muhammad Yusuf, Bilol, Nurbek alohida o'ynashadi. Nurbek xonasida. To'g'rimi? Ovqat yeb bo'lgandan keyin. Baxtbek, aya, xola bu yoqda o'tirib gaplashib o'tiradi. Sizlar oyuncak oynayın. Bizdi. Biz O'yinchoq o'ynaymizdi. oyuncak oynayız. Och qolib qolsak, zalga kirib narsa yeymiz.
o'ylaydi. Dugonam keladi-da. Kursdoshim keladi Bahor. 3 ta bolasi bor Bahorda. Yonimizda turardi, ko'chib ketgan. Keladi yakshanba kuni. O'tgan yakshanba kelish kerak edi, gripp ekan. Kelmay qo'yaver dedim. U ham o'ylandi. Bolangga yo'qib qolmasmikan deb. Yo, keyin tuzalgandan keyin kelaver dedim-da. Tashladim bolam supaqirga. Keyin endi bu keyingi yakshanba kelgan qol dedim. Endi chunki ishlaydi-da, faqat yakshanba vaqti bor. O'shanga kelsa, xudo xohlasa. Ovqat nimalar pishirib tayyorlab turaman. Bolalari bor. O'ynaydi men bola. Shodiya katta. Endi 8 yosh bo'ladi. Bahor. Bilol Nurbekdan 4 oylik katta. Yakshanba kuni, hali yakshanba emas. Qara bugun. Qara Nurbek, bugun seshanba. Eshitmaydi, bir nimalar o'rgatmoqchi bo'lsam, yo'q deydi. Nima demoqchi edim? Bilol Nurbekdan 4 oylik katta, Muhammad Yusuf 1,5 yosh. 1,5 yosh. Shodiya katta. 8 yosh bo'ladi hali. Endi bola o'ynaydi-da kelsa. Lapatkachalaringni xolodilnik chekkasidan. Xolodilnik chekkasidan lapatkachalaringni, qopqoqlarni ham ol. Odam musurga tasha hammasini. Qog'ozini, qopqoq. Buni tashlamayman. Tashaver bolam, kerak emas bizga. Kerakmi senga? Kerak. Musurga tashlamayman. Mayli, narigi narsalarni olib musurga tasha, selofon bor qat qopqoqlar. Musurga tashaver o'shalarni bolam. Cho'p. Qizajonlar. Voy, dahshat asabim buzildi, ko'rsalaring. Voy, tarelka singanga emas, o'sha tarelkadan keyingi videoda bu. Ovqat pishdi, ovqat yedik. Nurbek yemadi, ha? Mana endi yebdi hozir. Yur. Keyin Baxtbek uxlab turibdi. Uxlayapti-ku Baxtbek. Uxladi. Nurbek anaqa tarvuz yebdi, televizor ko'ryapti. Shu o'rtada shunday yugurib borib, ana uch betlarimni yuvib kelmoqchi edim. Birato'la keyin cho'milib olib qalay degdim-da, dushga kirib, birinchi boshimni yuvib oldim-da, keyin ustimdan shunday suv quyib, shunday ko'pirtirishimni bilaman. Nurbek qidirib qolsachi meni. Nurbek qidirib qoldi meni. Qayerdasiz dedi, dushdaman dedim. Dushga kirdi. Eshikni qulflab qo'ymaganman-da. Keyin qidirib qolishini bilaman. Dushga kirdi. Pardasining orqasidaman. Manaman desam, deb yig'lab ketsa bo'ladimi? Cho'milyapman dedim-da. Shunaqa baqirib yig'ladi. Endi ko'rsalaring. O'zim mana Baxtbek uxlayotganda tez cho'milib olaydi dedim-da. Baxtbek uxlayotganida Nurbek boya televizor ko'rayotganida tez cho'milib olay. Bolam buni oxirigacha yema bolam. To'ydimi ko'rding? Cho'milib olay desam, shunday baqirdi. Nima qilaysan? Nima qilaysan? To'xta, yig'ishtir qo'lingni. Qo'ling moy-ku, nimani ushlamoqchisan? Moy qo'ling bilan. Nima yana ushlamoqchisan? Kirku qo'ling bolam. Qo'ling kirku qara. Qo'ling qara. Men hozir cho'milib chiqdim. Qayerga ushlaysan meni? Yuvish kerak buni. Yuvaman? Odam bunday qilib ushlamasan. Kir, moy, choy qo'lingni qara. Moying qo'lingni qara, hamma joyini. Qarama, qo'lingga qara. Men nima ushlayman deysan? Devorlarni ham ushlab chiqish mumkin emas bunaqa qo'l bilan. Chichit mana bola ustimga. Kutib tur sherda. Mani. Yuvaman shu bilan qo'lingni. Shunaqa keyin bu baqirdimi? Baqirgandan keyin aniqda Baxtbek ham yig'lab qoldi-da, baqirib yig'lab qoldi-da. Jahlim chiqibdi. O'chir ovozingni desam, o'chirmaydi-da. Mana u ham o'chirmaydi.
Yog'da bu yig'lab qoldi, qattiq yig'lab qoldi. Bor Baxtbekni oldida turib tur desam, men ustimdan suvni quyishim kerak-da men. Ko'pikman-ku. Mazami? To'xta, yuvaman bolam, birato'la yuvaman. Bunday qilib yuvish kerak emas-da, yaxshilab yuvish kerak. Betlaring ham moy bo'lyapti. Xo'pmi? Endi ko'karib yig'layapti-da, mana to'xtamayapti, to'xtamayapti. Shunday stakanni otdim-ku, aptiga qarab. Sindi stakan. Plasmassa stakan bor edi vannada. Vannaga qarab otdim. Sindi. Keyin ketdi, yig'layapti-da, baribir to'xtamaydi-da. Shunday asabim buzildi. Shunday sochiq quvranib, men uni ko'tardim-da. O'chir ovozingni, nima yig'laysan desam, yig'lab yotibdi. Shunaqa kuydirdi-da, meni. Shuni kuydirdi-da. Bunaqa vaziyatda urishmaslikda iloji yo'q-da, odam urishma. Sokin bo'l. Vitamin B6 ich. Mana voy. Yig'laver. Yo'qda Baxtbek ham yig'laversin deyishda iloji yo'q-da bu yerda. Любой vitamin B6 ichgan odam ham asabi buziladi. Chunki mana u arillab turibdimi, borib Baxtbekni ham uyg'otyapti. Jan, moy dedim, qo'ling. Moy-ku bolam. Vitaminni ichgan foydasi yo'q. Mana u bu yerda arillab, bunisi bu yerda arillab ko'karib ketadi-da, u keyin nafas ola olmay qoladi. Chaqaloq-ku bu hali. Nariroq turne qilqma. Ana shunday bo'ldi-da, shunday asabim buzildi. Rosa urishdim. Nima yig'lading? Oddiygina cho'milyapman-ku, cho'milishga haqqim yo'qmi desam, yo'q, deb yig'layotibdi-da. Qancha tushuntirdim undan keyin. Gapirmayman, aytmayman deydi-da. Shunday kuydirib yubordi-da, o'shanday qilib meni bu dahshat kuydirdi. Bu cho'milaman deganimgacha shunday ming afsuslanib ketdim. Tashlab olibmiz baqib. Mana stakansiz qolding, battar bu. Ana shunday bo'ladi. Yig'lama degandan shunday yig'layverishda oqibat mana shunaqa bo'ladi. Hamma narsani sindirib tashlayman. Aytganimni qilmasang. Betlarini yuvay endi bo'lmadi. Deding sen kela? O'zim ayajonim dedingmi? O'zim ayajonim. Yuragim. Bumali shanba. Shanba qani shanba? Bumali shanba. Sham. Mali. Sham yoki shag'am deydi bolam. Giloslik bolam. Giloslik. Bu doppi pomidor yasiydi. Doppi pomidor bo'lmas. Lekin doppi pomidor emas, to'g'ri. Lekin doppi pomidor emas. Lekin doppi pomidor emas. Gilosli shanba. Gilosli shanba. Keyin birga sham yasaymiz, xo'p? Keyin sen bilan birga sham yasaymiz, uxlasang. Uxlab turganingdan keyin. Bo'ldim-ku. Yo'q, bo'lmading-ku. Uxlamading-ku.